Assalamu alaykum hürmetli izləyicilər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyası gündəlik xəbərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayat Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlərimizin təfsilatında bolsun. Mustabid Xitoy hokimiyetining Sharq Turkistondagi jazo lagerlarida ming o'lib, ming tirilib, zo'r mushaqqatlar bilan hayotini qutqizib chet elga chiqib olish fursatiga erishgan lager shohidlariga qaratgan hujum va tahdidlarini uzluksiz kuchaytirishi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va chet eldagi Uyg'urlarning qattiq g'azab nafratini qo'zg'amoqda. Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini xalqaroga fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan lager shohidlaridan Mehrgul Tursun, Gulbahor Jilolova, Zumrat Davud, Ömer Bakali, Gulbahor Xotivachi, Qalbinur Sidiq, Tursunay Ziyovuddin, Gulzira Ovulkan, Sayragul Savutbay qatorliq hozirga qadar izchil turda Xitoy hokimiyatining va uning boshqarishidagi matbuotlarning hujum qilish, qoralash va tahdid silish nishonlarining biri bo'lib keldi. Bo'libmi Angliyaning dunyoga donliq BBC axborot kanalining Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan ayol tutqunlarning Xitoy erlarining kollektiv bosqinchilik qilishiga va jinsiy zo'ravonligiga uchirganligi haqidagi xabar doklati e'lon qilingan 2 fevral kundan buyon Xitoyning lager shohidlariga qaratgan hujumlari yuqori pallaga chiqdi. Xitoy hukumatı bir tarafdan lager shohidlarini yolg'onchilik bilan ayblasa, yana bir tarafdan ularni qandoqdir Dunyo Uyg'ur Qurultayı qatorliq chet ellardagi terrorchi tashkilotlar bilan bevosita aloqasi bor deb qorlab kelmoqda. Masalan, atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Xalq Hökumətining bayonotchisi Ilijan Inoyat yaqında Beyjingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida qilgan so'zida navbatda Fransiyada yashayotgan va lagerdagi ichinishlik kechirmishlarini fransuz tilida kitoblashtirib nashr qildirish orqali zo'r ta'sir qo'zg'agan lager shohidi Gulbahor Xotivachi haqida to'xtalib, Gulbahor Xotivachini va uning erini bo'lgunchi tashkilot Dunyo Uyg'ur Qurultayining a'zosi. Onun uzundan buyon bölgünçilik ve terrorluk bilen şug'ullanganligi oshkorlandi degan va uning yo'ldoshi Abdukerim Xotivachini Fransiyada siyosiy panohlik tilab o'ltiraqlashgan. Dunyo Uyg'ur Qurultayı Fransiya tarmoqining muavin raisi deb ko'rsatib, Gulbahor xonimni 2016-yili 11-oyda davlatga qaytib pensiya rasmiyatini o'tash degan nom bilan yana chegaradan kirib, zo'ravonlik va terrorlik faoliyatlarini kuchkortmoqchi bo'lganda jamoat xavfsizlik organlari tomonidan fosh bo'lib qo'lga ilinganligini aytgan. Ilijan Inoyat so'zida yana hukumatning Gulbahor Xotivachini insonparvarlik nuqtasidan qo'yib berib Fransiyaga ketishiga yo'l qo'yganligini eskartib, Gulbahor uzun o'tmayli yuzini o'zgartdi. Xitoydan ayrilgandan keyin kengchilikdan minnatdor bo'lishning o'rniga Xitoyga qarshi Dunyo Uyg'ur Qurultayı bilan til biriktirib yolg'onni to'qib chiqqan deb aybladi. Gulbahor Xotivachi xonim bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida mundaq dedi: "Men azaldan terrorchi emas. Siyosiy faoliyat bilan shug'ullangan emas. Heligo terrorchi ishkan, agar ular mendan kichikkina savallik topa olgan bo'lsa, meni qo'yib bermagan bo'ladi. Men haqiqiy ahvolni yozdim. O'zining razilligini yushirish uchun o'zining jinoyatlarini fosh qilgan bizga qora choplayotdi. Amaliyotda haqiqiy terrorchi degan o'zlari. Davlatning kuchini qo'lida to'mirning sunuqimi yo'q begunoh xalqqa ishlatyotdi." Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi: "Mayli Gulbahor xonim va yoki uning yo'ldoshi bo'lsin, Xitoy aytgandek Dunyo Uyg'ur Qurultayining a'zosi emas. Dunyo Uyg'ur Qurultayı Xitoy degandek bir terrorlik tashkiloti bo'lgan bo'lsa edi, dunyo matbuotlarining ziyoratlarini qabul qilinmagan va bundaq erkin faoliyat ilib boranmagan bo'lardik. Xitoy Gulbahor xonim va boshqa barliq lager shohidlarining guvohliklarini inkor qilib, ularga har xil qora choplash bilan o'zini pardozlashga urinib kelmoqda. Ammo uningdan boshqa Adrian Zinizga o'xshash xalqaro mutaxassislarning dokladlari, lagerlar fosh bo'lgan sun'iy hamroh suratlari, chet el matbuotlarida oshkorlangan jinoyat paketlari oldida hamda Xitoy hargizmi irqiy qirg'inchilik jinoyatidan har qancha qilibmi o'zini oqlab qolmaydi. Dolqun Aysa apandim istansimizga qilgan so'zida yana Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini xalqaroga fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan lager shohidlaridan Mehrgul Tursun, Gulbahor Jilolova, Zumrat Davud, Ömer Bakali, Gulbahor Xotivachi, Qalbinur Sidiq, Tursunay Ziyovuddin, Gulzira Ovulkan, Sayragul Savutbay qatorliqlarga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan cheksiz minnatdorlik va ehtirom bildirganligini ta'kidlash bilan birga, chet eldagi barliq Uyg'ur jamoatini bu jasur va fidokor lager shohidlariga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam berishga, ularni Xitoyning turli hujumlaridan mudofaa qilishga chaqirdi.
Türkiyədəki bir türküm lager qurbonlari yaqinlarining vatandagi g'oyib bo'lgan urug' tuqqanlarining izdirikini qilish maqsadida bu yil 18 dekabr o'zligidan qo'zg'alib chiqib Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida boshlatgan va 3 fevral kuni Anqaradagi Xitoy elchixonasi oldiga yo'tkalgan norozilik harakatining bir tarafdan Turkiya qonun organlarining qo'pollik bilan to'sqinlik qilishiga, yana bir tarafdan bo'lsa Xitoy hokimiyatining og'ir darajada tuhmat va qorilishiga uchrashi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'amoqda. İstanbul Vali Mahkemesining cheklashi bilan Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida norozilik faoliyati ilib berayotgan namoyishchilar qo'shini 3 fevral kuni Anqaradagi Xitoy elchixonasi oldiga yo'tkilishga majbur bo'lgan va bu harakatiga millat navbatda deb nom berib noroziliklarini Anqarada davomlashtirgan bo'lsa-mu, ammo 9 yanvar kuniga kelganda namoyishchilar qo'shini Anqara soqchi organlarining qo'pollik bilan to'sqinlik qilishiga uchradi. Ba'zi Uyg'ur namoyishchilar qisqa muddat tutqun qilindi, yana ba'zi namoyishchilar yaralandi. Oradaki kimse sıradan bir insanlar değil. Üniversite öğrencisi Şemsiye, üniversite öğrencisi Mevfret, hukuk mezunu Cevlan, üniversite öğrencisi bilgisayar mühendisliği, fizik mühendisliği Abdurrahman, Medine üniversite mühendisi, doktora öğrencisi Meryem, misafirimiz. Bu abimiz de bizim din adamımız, üniversite öğrencisi, ben yüksek lisans mezunuyum, doktora öğrencisi. Bu da abimiz de iş adamı. Kimse burada keyfine göre gelmedi. Dersini bırakıp, çalışmasını bırakıp sadece namusumuzu temizlemek için kardeşlerimizin, anamızın, çocuklarımızın, dedelerimizin serbest bırakılması için buradayız. Evet. Kimseye zorluk çıkarmak gibi bir niyetimiz yok. Ve kimseye de bugüne kadar hiçbir şekilde zorluk çıkartmadık. Bunu da bilin ve burada insanlık yok oluyor, soykırıma uğruyoruz. Biz buna susamayız. Tarihte de susmadık. Bugün de Çin hayal görüyor. Çin rüyası diyor ya, Uygurları yok etmek için bunun hayalini görüyor. Ama yok edemeyecek. Bizim kemiklerimizi kırsa bile bizim hücrelerimizden 1000 tane Uygur dirilecek. Bunu bilsin. Biz Uygurlar hiçbir zaman yok olmayacağız. Tarihten de yok olmamıştık. Bugün de yok olmayacağız. Bununla paralel halda Xitoyning Anqaradagi elchixonasi bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Türkiyədəki bir grup Uyğur qarindoshlarımızning o'zligidan tashkillanib ilib borgan bu harakatini qandaqdir cho'nqur siyosiy orqa ko'rinishga ega planliq va maqsadlik holda ilib berilgan Jongoga qarshi harakat deb ko'rsatgan va Dunyo Uyg'ur qurultayining Türkiyədəki muavin raisi doktor Erkin Akram apandining Anqaradagi namoyishlar sepidan o'rin ilishini, yuqorqi norozilik harakatini qandaqdir Dunyo Uyg'ur qurultayining quturtishi bilan ilib berilgan harakatning dalili qilib ko'rsatishga uringan edi. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan doktor Erkin Akram apandim Xitoyning yuqorqidagi ayblashlari va Turkiya hukumatining Uyg'ur namoyishchilardan bu darajada qattiq andisha qilishining orqa ko'rinishi haqidagi tushunchalarni o'ttirg'a qo'yib mundoq dedi. Türkiye'ninki İstanbul ve Ankara'da namoyish faoliyatini ilib borgan yosh bolalar, ularning maqsadi o'zininki ota-onasini va shundaqla urug' tuqqanlarini qo'yib berishni qo'lga tushirish uchun qilayotgan bir namoyish. Ama bu namoyishda siyosiy tashkilot yoki siyosiy shaxsiylarni aralashtirmay ilib bormoqchi. Va bugungacha buni ilib davom qilyotdi, ama bugundan itibaren Ankara'daki namoyishga saqchilar namoyish maydoniga borg'izmadi. Türkiye'ninki bu teşkilatlar bo'lsin yoki Dünya Uyghur Qurultayı bo'lsin bu ishlarga aralashmagan. Hamda qo'ldan kelganni yardım qilishga tayyor bo'lgan, ama bu bolalar unmag'ashqa o'ma amillashmadi. Türkiye hükümeti nima uchun bu meseleге bundaq nazik yoki bundaq bisim ishiltib turib bu namoyishni to'xtatishga tirishdi deganda, bunun birinciden şu namoyishning arkasında başka bir güçler var mı degan bir ansirash var. Yani bu ballarını aldı planga çıkarıp koyup özleri arka planda tuğan bir ahval var mı deb bunun sebebi hem de şu Türkiye-Xitay münasebetini bozup koyamı gidip. Neticede Xitay maaşında qarıgan ve bu ballarınki namoyishini siyasetke bağlagan ve şundaqla bu iki devletinin münasebetini bozuvatkanlığını ve bununki akıbetini
Türkiye öz bir oylaşsın degендek bir tehdit manada bir gap sözlerini yazıp ilan kılgan. İkinciden bu ballarınki akısı da muşu FETÖ'cüdek aşında bir güçler var mı ya ki çetelde ki bir devletin ya da istihbarat güçlerinin ki arlaşkan ahval var mı? Maksat yani şu Xitay ile Türkiye'nin arasındaki münasebetini bozuş mu? Deydiğen bir ensreş var. Türkiye hükümetinin yan bir ensreşi hazır bu ötkücü partilerinin ki hükümetke karşı şu Uygur meselesini mümkün tertipke ekilip durup faaliyetlerine ilip bir vadıdım. Meyli mecliste bolsun, meyli özününki parti işçide bolsun, meyli matbuatlarda bolsun. Bu meseleni köp gün tertipke ekeldi. Bu mu cemiyette bir bisim şekillendi. Şununla bunda bir namaşını hem de eğer de şu cemaat fikirinin şekillenişte eğer de rol oynasa Türkiye hükümetini rahatsız kılalaydı hem de. Şununla Türkiye hükümeti bu işini bir kıtım iş kıtım kılınla hem de devam kılmanladıydı. Yani birisi hem de şu faaliyetini sizler Ankara vilayetinin ki valilikten sizler ruhsat ama sizler ruhsat ilip kılınladı. Hem de ruhsat vermeydiğanlığı malum. Belki başka yollarını tepip el kılışma mümkün ama Xitay konsulunun aldı demez. Belki başka bir yerde kılınla değişimi mümkün. Yani bunda diyen çağda Türkiye hükümetinin özünün bir ensireydiğen bir tarafı mı var. Şun aşkı bunu tok tutuşka ve aldığını iliş için tırışıp kilvatıdı dep düşünümen. Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining komissari Nuri Turkal Apandi yaqinda CNN televiziyasining donliq muxbiri Kristian Amanpourning ziyoratini qabul qilib, navbatda Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir bo'layotganligini, Amerika hukumatining mustaqil tekshirishlar natijasida bundaq jinoyatlarning yurgizilayotganligini muayyanlashtirganligini ta'kidlash bilan birga, irqiy qirg'inchilik yurgizilayotganligi muayyanlashtirildi. Muhim bo'lgani bundan keyin buningga qarshi nima qilishdir deb ko'rsatdi. Nuri Turkal sözde Uyg'urlarning majburiy amgiki asosidagi tovarlarning har qaysi davlatlarga import qilinish masalasida nuqtaliq to'xtaldi. U xalqaro jamiyat Uyg'urlarning qo'l amgiki badaliga kelgan tovarlarni cheklash uchun yuqori fan texnika bilan qurollantirilgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun yetarli tadbir olmadi. Biz davomli tarix takrorlanadi deymiz. Biroq tarixning takrorlanishiga o'zimiz yo'l qo'yyapmiz dedi. Nuri Turkal Apandi Kristian Amanpourga qilgan so'zida yana Uyg'urlarga qaratilayotgan irqiy qirg'inchilikni, majburiy amgakni to'xtatish uchun siyosatchilar faqat andisini ifoda qilib qo'ysila bo'lmaydi. Amaliy harakatga o'tib kaskin tadbir qo'llanishi kerak dedi. Nuri Turkal Apandimning CNN televiziyasiga qilgan yuqorqi so'zlari g'arb matbuotlarida va turli ijtimoiy taratqularda keng doirada o'rin oldi. Yevropa İttifaqı kuzatuvchisi to'rining xabar qilishicha 8 fevral kuni Yevropa İttifaqı tashqi ishlar ministri Josep Borrell Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan o'tkazgan sin yig'inida Xitoyning o'z ichidagi osonlik millat va diniy osonliklarga qilayotgan muomalasidan, bo'libmi Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatlardan qattiq andisha qilayotganligini aytgan. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bo'lsa bularni yolg'on uchur deb inkor qilgan. Xabarda bu vaqtda monolar deyilgan. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Xinjiangda yo'lga qo'yilayotgan keng ko'lamlik majburiy amgak va bosqinchilik voqealari to'g'risidagi ishonchli ma'lumotlar oldida yana bular tamoman yolg'on uchur deb og'rindi. Ma'lum bo'lishicha, shu kundagi sin yig'inida Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar ministri Josep Borrell yana Amerika Xitoy orasidagi savdo va harbiy jihatdagi jiddiychiliklarni ishorat qilib turib, Yevropa Ittifoqining Amerika bilan uzilmas kuchlik munosabati borligini ta'kidlab o'tgan ekan. 9 fevral kuni chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari va siyosiy faoliyatchilari Angliya parlamentidan keladigan bir xush xabarni taqozolik bilan kutgan edi. Chunki shu kuni Angliya parlamentida Angliya yuqori sudini irqiy qirg'inchilik delolariga qarab chiqish va uningga aloqador qarorlarni chiqarish huquqi bilan ta'minlaydigan sud qonuni loyihasidagi irqiy qirg'inchilikqa munosabatli tuzatish kirgizish loyihasi ovozga qo'yilmoqchi bo'lgan. Kuzatuvchilar mazkur qonun loyihasining ma'qullanish ehtimolining nihoyatda yuqori ekanligini mo'ljar qilgan edi.
Ammo bu qonun loyihasining ovozga qo'yilishidan bir kun burun hukumat tarafidan ovozga qo'yish shaklining o'zgartirilganligi va ovoz berish vaqtining kechiktirilganligi Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarini qattiq afsuslantirish bilan birga Angliyadagi ko'plagan yuqori va tuvan palata a'zolarining kishilik huquq tashkilotlarining kuchli noroziligini qo'zg'adi. Angliya hukumatining bu qilmishi matbuotlarning qattiq ayblashiga uchirdi. Bloomberg gazeti, Muhofizachi gazeti, Reuters agentligi, BBC agentligi qatorli xabar kanallari bu vaqtda orqa-orqadan e'lon qilgan maqolalarida Angliya parlamentida yuz bergan bu ahvolni siyosiy soxtapazlik va demokratiyani inkor qilganlik deb yozgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi London ishxonasining mudiri Rahima Mahmud xonim bu loyihaning yuqori avom palatasidan ko'p sonliq ovoz bilan o'tganligini, aslidagi plan bo'yicha ovozga qo'yilgan bo'lsa tuvan palatadan o'tish ehtimolligining nihoyatda yuqori ekanligini ta'kidladi. Uning deyishicha bu loyihaning parlamentda ma'qullanishining oldini olish uchun hukumat mushundaq bir tadbir qo'llangan. Angliyada Uyg'urlarni qo'llash harakatining bayroqdorlaridan biri bo'lgan konservativ parlament a'zolaridan Nusrat G'ani irqiy qirg'inchilikdek mushundaq og'ir masalalarda parlamentda o'ynalayotgan o'yinlardan cho'chiganligini aytgan. Xalqaro parlamentlar ittifoqining asosli qurg'uvchilaridan biri bo'lgan Angliyadagi nopuzli parlament a'zosi Ian Duncan Sims apandimi hukumatning parlament tartibini bahona qilib, demokratik saylangan avom palata a'zolarining sodi qonunining irqiy qirg'inchiligiga tuzitish kirgizish loyihasiga ovoz berishiga to'sqinlik qildi deb norozilik bildirgan. Yuqori avom palatasidan ko'p sonliq ovoz bilan o'tgan bu loyihaning tuvan palatada hukumat tarafidan boshqa tonilmagan bir loyiha bilan birlikda ovozga qo'yishning o'rinlashtirishi ishni texmo murakkablashtirdi. Chunki birlashtirilgan bu ikki loyiha yana qaytadan yuqori palataning ma'qulligidan o'tishi kerak. Angliyadagi Uyg'urlarning advokati tashkilotining raisi advokat Michael Polak apandi Soda qonunining irqiy qirg'inchilikqa munosabatli tuzitish kirgizish loyihasini tayyorlagan parlament a'zolarining kelarki bir qancha hafta ichida mazkur loyihani qayta parlamentda ovozga qo'yishga tayyorlanadiganligini bildirib mundaq dedi. Hozirgi masala hamda parlament tiktok to'pi o'ynash. Ya'ni qaytadan mazkur loyihani yuqori avom palatasiga sunamiz. Yuqori avom palatasida mutlaq ko'p sonliq a'zolar bu loyihani qo'llaydi. Qo'llaganlar orasida sobiq sotchi va har xil partiyalarning nopuzli parlament a'zolari bor. Onundan keyin kelarki bir qancha hafta ichida tuvan avom palatasiga qayta ovozga qo'yishga sunamiz. Biz parlament a'zolarining vijdoni bilan ovoz berishini umid qilamiz. Agar ma'qullikdan o'tsa, Sodiq qonunining irqiy qirg'inchilikqa munosabatli tuzitish kirgizish loyihasining rasmiy qonun bo'lishi uchun asos bo'ladi. Shunga hammamiz bak hayajonlanyapmiz. Hukumat davomli qarshi turolmaydi. Chunki parlamentda hukumatning qaroriga qarshi ovoz berishga tayyor turgan nihoyatda ko'p qo'rqmas konservativ parlament a'zolari bor. Albatta kasbiy istiqbolini bir chetga qo'yib qo'yib, hukumatga qarshi chiqish nihoyatda qiyin. Lekin biz yanada nihoyatda umidvor. Dunyo Uyg'ur qurultiyining islom allaridagi xizmatlarga mas'ul rais vakili Turg'unjon Alovdin va qurultay fondining mudiri Abdujalil Ahmad apandilardan tarkib topgan qurultay hay'ati oldingi kuni bosh shtabi Germaniyaning Kolon shahridagi Yevropa Turk Islom birligi bilan Xalqaro Turk Demokratlar birligining markaziy organini ayrim-ayrim holda ziyorat qilib, Yevropada nihoyatda kuchli ta'siri bo'lgan bu tashkilotlarning hozirga qadar Sharq Turkiston davosiga ko'rsatib kelgan moddiy va ma'naviy jihatdagi yordamlari uchun qurultay raisi Dolqin Aysa apandimning nomidan alohida minnatdorlik bildirdi. Yevropa Turk Islom birligi texi yaqindagi markaziy Londondagi Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga iqtisodiy jihatdan bevosita yordam qilgan edi. Qurultay hay'ati yuqorqi ikki tashkilotning asosli mas'ullari bilan ko'rish ilib borgan suhbatlari jarayonida Sharq Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati, Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, madaniyat qirg'inchiligi, majburiy dinsizlashtirish, majburiy tug'mas qildirish, majburiy emgak silish, qiyin qistoq, jinsiy zo'ravonlik qatorliq jinoiy qilmishlari haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Xalqaro Turk Demokratlar birligi bo'lsa Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'anning tashabbusi bilan qurilgan va hukumatga yaqin bir tashkilot bo'lib, dastlabda qurilgan ismi Yevropa Turk Demokratlar birligi edi. Uzun yillardan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyi Yevropadagi har qaysi turk islom tashkilotlari bilan nihoyatda yaqin hamkorlik munosabatlarini yo'lga qo'ygan bo'lib, Yevropaning har qaysi allaridagi turk tashkilotlari hozirga qadar Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur tashkilotlari tarafidan Xitoyga qarshi uyushtirilgan turli shakldagi norozilik harakatlariga aktivlik bilan ishtirok qilib kelmoqda.
Mustabid Xitoy hokimiyetining Sharqi Turkiston xalqi ustidan rahimsizlikcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga va jazo lagerlaridagi xonim-qizlarimizga qaratgan jinsiy zo'ravonligiga norozilik bildirish. Shundaqla Anqaradagi Xitoy elchixonasi oldida millat navbatda degan nom ostida Turkiyadagi qarindoshlarimiz tarafidan ilib berilayotgan norozilik harakatiga ovoz qo'shish maqsadida Avstriya Uyg'ur jamiyatining uyushtirish bilan 10 fevral kuni Xitoyning Viyanadagi bosh elchixonasi oldida namoyish o'tkazildi. Namoyishga Viyanadagi yashayotgan Uyg'urlar va turk qarindoshlarimizdan bo'lib 50 nafardan ortiq kishi qatnashdi. Bu vaqtdagi xabar Avstriya va turk matbuotlaridan o'rin oldi. Avstriya Uyg'ur jamiyatining raisi Mavlon Dilshod apandi namoyish maydonidan Turkiya Anadolu agentligiga qilgan so'zida toki vatanimiz Sharqi Turkiston mustaqillikka erishganga qadar tajovuzchi Xitoyga qarshi harakatlarimizni izchil davomlashtiramiz. Shuningga ishonchimiz komilki, oy yulduzliq ko'k bayrog'imizni hamon bir kuni cho'qim vatanimiz Sharqi Turkistonning samolarida javlon qildiramiz deb ko'rsatdi. Hürmetli televizor ko'yuvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyin qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.